Hammaga salom. Hozir men sizlarga CapCut'da video yasashni o'rgataman. Birinchi bo'lib CapCut приложениесini skачать qila olamiz. Keyin tepada новый proyektni ustiga bosamiz va galereyamizdagi mavjud bo'lgan rasmlarni, masalan, video yasamoqchi bo'lsangiz, videolarni tanlab olasiz. Rasm yoki video tanlashingiz mumkin. Xohlasangiz ikkalasini ham qo'shib tanlashingiz mumkin. Xullas, shu yerdan siz o'zingizga kerakli bo'lgan videolarni tanlab olasiz va добавitni bosasiz. Agar siz videoyingizga boshqa muzikani qo'ymoqchi bo'lsangiz, ya'ni masalan YouTube'da bironta video yoqib qoldi, sizga o'shani ovozi yoqdi. Siz o'shani o'zingizning videoyingizga qo'ymoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib o'sha videoni siz galereyangizga saqlab qolasiz va выключить звук degan tugmani bosib qo'yasiz. Keyingi o'rinda pastdagi звук deb yozilgan nimasini ustiga bosasiz. Keyin o'sha sizga muzikasi yoqqan videoni tanlab olib, o'shani bosasiz. Ya'ni добавить qilasiz. Keyin pastda извлечь и добавить звук chiqadi. O'shani bosganingizda, o'sha sizga yoqqan muzika sizning videoyingizda paydo bo'ladi. Va shu tariqada videoni yasashda davom etasiz. Keyin videoyimizga qo'shimcha narsalar kiritamiz. Birinchi o'rinda videoni hajmini belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Siz YouTube'ga shorts qo'ymoqchi bo'lsangiz, 9:2.16 ni qo'ysangiz, полный ekranda videoyingiz bo'ladi. Ya'ni YouTube'ga kirganingizda shortsingiz to'liq video turadi. Keyin videoyingizga stikerlar qo'shishingiz bo'ladi. Masalan, mana shunaqa narsalar qo'shishingiz bo'ladi, kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu yerda rosa ko'p stikerlar bor. Internet bilan kirsangiz ko'p narsalar chiqadi. Keyin siz tekst yozayotganingizda, mana masalan, biron nima videoyingizga nom, mavzu kiritasiz. O'sha mavzungizni yozib bo'lganingizdan keyin tepada shablonni turibdi. O'sha shablon ustiga bossangiz, mana shunaqa yozuv turlari chiqadi. Bu yozuv turlari o'zidan o'zi qimirlab turadi yoki bironta nur taratib turadi. Ishlab o'zingiz ko'rib, xohlaganingizni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Keyin yonda shriftlar, ya'ni yozuvni turlari bor. Ingichka, qalin, biroz bukilgan, chiroyli yoki ingichka. Shunaqa yozuvni shriftlari mavjud. Xohlasangiz, mana shu shablonlarni tanlab, keyin shrift tanlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz, keyin effektlari bor, mana yozuvlar effektlari bor. Bu yerda xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Bu yerda juda ko'p xillari bor. Masalan, alohida qizil rangli, sariq, rang-barang, yashil ranglari mavjud. Uning yonida keyin animatsiya yozuvi bor. O'sha animatsiyada siz hozir internetim ishlamayapti unchalik, shuning uchun chiqmayapti. Bilasiz, animatsiyada siz yozuvingizni tarqalib ketishi yoki paydo bo'lishini kiritishingiz mumkin. Bu esa sizga unchalik kerak emas deb o'ylayman, chunki men buni ishlatmaganman. Ya'ni boyagi dumaloqchalarda aytyapman. Keyin xullas, yozuvingizni yoqmasa agar udalить qilib olishingiz mumkin. Endi videoni o'ziga effekt qo'yishni o'rganamiz. Pastda skorost bor, ya'ni videoni tezligini pasaytirish yoki tezlashtirish mumkin. Bu yerda masalan bironta edit videolar chiqarishingiz mumkin. Masalan, shunday yasasangiz bo'ladi. Keyin videoga animatsiya qo'sh videoni boshida shu yerda xohlaganingizni tanlasangiz, video shu tariqada chiqadi va pastda siz sekundini tanlashingiz mumkin. Ya'ni o'sha sekund ichida o'sha animatsiya sizning videoyingizga kiradi. Keyin vыводda videoning tugashi rejalashtirilgan qismi bor. Bu yerdan birontasini tanlaysiz va o'sha video shu holatda tugashni boshlaydi. Mana masalan, yurakchalik. Shu turda qilsangiz bo'ladi. Keyin videoga effekt qo'shishingiz mumkin. O'sha effektni bosganingizda effektli tela, endi ruscha sizlarda qanaqaligini bilmadim-ku, bu qiz o'sha bironta odamni o'ziga effekt qo'shadi. Bu effektli video qilsangiz, полный videoga effekt qo'shib beradi. Masalan, xuddi shu yerdagi effektlardan mavjud bo'lishi kerak hammada.
Shu yerdan xohlagan effektlaringizni qo'shsangiz, videongiz sifatliroq va chiroyli va estetik chiqishi mumkin. Bu sizning videongizni turiga qarab, masalan, edit chiqarsangiz ko'proq qora fon, keyin oq-qora fonlar ishlatsangiz bo'ladi. Asosiysi sizda videongiz sifati. Xullas, video yasamoqchi bo'lsangiz, xuddi shulardan foydalansangiz bo'ladi. Lekin eng asosiysi videoni mana bu piksellariga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. 480, 720, 1080 va keyingisini menimcha premiumga obuna bo'lib qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bu to'liqlik degani. Asosiysi shu, keyin tepada eksportni bosasiz va videoni sizga albatta saqlanib qilib beradi. Bu programmada siz rasmlarni yaratsangiz ham bo'ladi. Faqat video emas, rasmlar yaratsangiz ham bo'ladi. Masalan, shu yer galereyangizdan yana o'zingizga xohlagan rasmlarni tanlab olasiz va uni dabaviz qilasiz. Keyin xullas sizda shunaqa ekran chiqadi va siz rasmingizga hajm kiritasiz. Shu yerdan xohlagan hajmingizni kiritsangiz bo'ladi. Keyin videoyingizga shu yerdan stikerlar yoki bironta ustiga rasmlar qo'yib qilsangiz bo'ladi. Mana masalan, mana bunday. Rasmingiz tayyor bo'lgandan keyin eksport qilib, tayyor rasmni saqlayingiz qilib olsangiz bo'ladi. Keyingi plyus taraflardan biri shabloniga kirasiz va u yerda shunday tayyor videolar ko'rsatiladi. Ya'ni siz o'sha yerdan birontasini tanlaysiz. Mana masalan, birontasini tanladik mana. Keyin mana shu video sizga yoqdi. Keyin tagida "Использовать shablonni" bosamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan rasmlarni belgilab olamiz. Va biroz kutganingizdan so'ng bu programma sizga tayyor videolarda o'zingiz tashlagan rasmlar bilan xuddi o'sha effektlarda qilib tayyor qilib yasab beradi. Mana masalan, biz ikkita rasmni tanladik va u yasab berdi va videoni yasayotganda rasmni qayerga ko'rsatilishi kerak bo'lsa, o'shani kvartirava chiqib taxlab olamiz. Mana so'nggi rasmni taxlab olyapmiz va videomiz tayyor. Sizga tayyor videoni shu tariqa qilib beradi. Va bu yerdan boshqa xohlagan yana boshqa videolaringizni qilishingiz mumkin. Xohlasangiz videolar, bu yerda poiskdan sizga qanaqa shablonlar kerak bo'lsa, o'shani yozsangiz chiqarib beradi.